Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Halokatga uchragan samolyotning tovushini yozib qoldirgan so'nggi qora quti topildi. Undagi ma'lumotni Xalqaro aviatsiya komitetidan tuzilgan komissiya tekshiradi. Aviahalokatda qurbon bo'lgan alaylik fuqarolar dafn qilindi. Aviahalokatda jabrlanganlarga O'sh shahridan gumanitar yordam yetkazildi. Novqatda olma eksport qilinmay chiriy boshladi. Tadbirkorlar chiqasaga uchrashayotganini aytishmoqda. Parvozni yozib qoladigan so'nggi qora quti bugun soat 12:30 da topildi. Uni Xalqaro aviatsiya komitetining komissiyasi topdi. Guruhning a'zolari 3 guruhga bo'linib qidiruv ishlarini davom ettirishmoqda. Shu sababli Manas xalqaro aeroportidan maxsus joy ajratilib, unda samolyot qismlari rusumi bilan tiziladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, tekshiruv jarayoni qancha vaqt davom etishi hozircha noma'lum. Aviahalokatga uchragan uchuvchining ovozini yozib turgan oxirgi qora quti bugun tushga yaqin topildi. Hozircha qutida saqlangan ma'lumot aniqlanmadi. Qora qutida yozilgan ovozni tekshirish uchun Xalqaro aviatsiya komiteti vakillari Fransiyaga yuborishni mo'ljallamoqda. Sababi qora qutining ichiga yozilgan ovozni Rossiyadagi apparat o'qiy olmay qolishi mumkin. Bunga halokatga uchragan samolyot zamonaviy turda 2003-yili ishlab chiqilgani sabab. Biroq bu hozircha taxminiy deydi mutaxassislar. Bugun topilgan qutida uchuvchilarning so'zlari hamda samolyotning texnik ahvoli haqida to'liq ma'lumot mavjud. Bunday samolyotlarda ikkidan kam emas quticha bor ekan. O'shani biz kech topganmiz. Murdayındagi izledik ele, buna geç taptık birini. Bugün hazır bunaki bizge aytып ikincisini de taptık dep. Alardan biri ündü yazat. Yani dispetçilerмен söylöşkön, anan uçkuşların özlerinin söylöşkön sözleri yazılıp turат. Şunday. Ikincisi bolsa teknikалык жактарды да. Канча скорость менен келген, кандай кылып конгон, самолеттун өзүнүн даярдыгы, анан жанагы аба ырайы кандай болгон, ушулардын баарын жаза турган ушул экинчи кутуча да. Dacha qishlog'ida tekshiruv ishi uzluksiz davom etmoqda. 2 kundan beri turgan samolyotning oldi tarafi tozalanib, xalqaro mutaxassislarning nazoratida. Komissiya ichida Turkiyadan kelgan 6 kishi bor. Ulardan ikkisi Boeing 747-400 yuk tashuvchi samolyotni nazorat qilayotgan kompaniya vakillari. Ayni vaqtda Manas xalqaro aeroportida maxsus joy ajratilib, u yerda samolyotning texnik qoldiqlari jamlanadi. Şol angarga alып барып туруп, самолеттин тетиктерин кайтарадан модели боюнча тизип чыгат дегендей сөз болуп атат. Биз ошол аз калдыктарын бир сыйра карап, планга түшүрүп, ушул видео анан кийин аудио ушул эмелерге бүт тарткандан кийин гана булар айтып атат. Бүгүн эгерде жетишсек, ошолордун схемага түшүрүп бүтүрсөк, жетишсек дейт, бүгүн беребиз, чтобы немелерди калдыктарын ташуу боюнча. Эгер жетише албай калган болсок дейт, кечинде оборот кылып эртең беребиз атат. Hozirda xalqaro komissiyaning yirik guruhi 3 ga ajratildi. Birinchisi halokat sodir etilgan yerning rejasini tuzib, sxemasini chizadi. Qo'shimcha samolyotning qoldiqlarini to'plab, tekshiruvga oladi. Ikkinchi guruhning ishi Manas xalqaro aeroportida yurish. Ularning vazifasi samolyot qo'nayotgan yo'lni hamda yorug' berish ishlarini tekshirish. Uchinchi guruh bo'lsa samolyotlarni uchirib qo'ndirish xizmatlari bo'yicha ishlay boshlaydi. Hozircha tekshiruv ishida hech qanday yangilik ko'rilmadi. Жоголуп кетти, же болбосо табылбай калды. Ушул жерде дагы жашагандар бар эле деген мындай арыз же болбосо маалымат түшкөн жок. Андан сырткары азыр айыл өкмөтү ушул жерде жашагандардын, тактана жашагандардын санын чыгарып 126 киши деп, анан ошол кишилердин бүгүнкү күндө кайда жүргөндөрүн баарын тактап атат. Шуну бүгүн кечке чейин бүтүрсөк, ошо менен издөө иштерин бүтүрөбүз. Halokat sodir etilgan yerda 120 ta qutqaruv xizmati ishlab keladi. Atrofi tozalanib, topilgan buyumlar hukumat a'zolaridan tuzilgan komissiya nazoratida. Samolyot qulagan joyda umumiy 120 odam yashagani bugun ma'lum bo'ldi. Xalqaro komissiya halokat natijalarini qachon aniqlashi hozircha aniq emas. Rahimjon Alijonov, Jenbek Sag'inaliyev, Intimaq. Fojiada halok bo'lgan butun bir oilaning a'zolari Oloy rayonining Qorovul qishloq hukumatida dafn qilindi. Bir oydan keyin turmush quradigan qizi, maktab yoshidagi 2 nabirasi va ularning onasi so'nggi yo'lga kuzatildi. Marhumlarni dafn qilish marosimiga hukumat rahbari ishtirok etib, ularning yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Zarulbek O'rozbayev bugun oilasidan ajrab, o'zi esa qovurg'asidan jarohat olgan. U 16 yanvar kungi voqeada onasi Bunarqan O'rozbayeva, xolasi Aynura Kelisheva, singlisi Ayjamal O'rozbayeva, ukasi hamda 11 yoshdagi o'g'lidan ayrilgan. Rossiyada ishlab yurib, bir kun avval kelgan O'rozbayev onasini uzugidan taniganini aytadi. Sababi halokat bo'lgan hududda yaqinlarining tanalari butunlay kuyib ketgan. Ekan balasi, ejeyim, opam, qarindoshim, balam. Şu bir qarindoshim qoldi, cho'ng qarindashimning ko'zi shu. Qolgan Xudodan tilaysiz shu. Avia halokatda vafot etgan Ayjamal O'rozbayeva bir oydan keyin turmushga chiqar edi. Unga sep tayyorlab to'y harakatlari bilan yurgan xolasi Aynura Kelisheva ham samolyot ostida qolib, kecha 1-may qishlog'ida dafn qilindi. Bu haqda marhumlarning yaqinlari aytishdi. Ошону турмушка чыгарайын деп, ушу ниеттери жакшы болуп, ой пикирлерин ишке ашырайын деп турган мезгилде ушундай кырсык табигаттын кырсыгына байланыштуу ушу кызам бактысыз болуп, о дүйнөнүн периштеси болуп аттана берди. Bunarqan O'rozbayeva Bishkekda non tayyorlab sotar edi. U farzandlari Rossiyada bo'lgani uchun maktab yoshidagi 2 nabirasi vaqtincha qaramog'ida bo'lgan. 2 kun avval singlisi mehmonga kelgan edi. Gelinimiz de şu işteklerde nan emet iştekler. Şu ertemine turgan eken turup şu bir saset etet turup munda karıda baskanı gördüler et. Ana gelinler oşol vaqtda gelip hareket bastı da kısı keltir. Bugun marhumning jasadi dafn qilindi. O'sh oblasti bo'yicha har bir rayonning mahkama ishxonalari bir kunlik maoshlarni o'tkazdi. Bunday ma'lumotni hukumatning O'sh oblasti vakili Talaybek Saribashev bildirdi. Shu bilan birga 10 ming so'mdan moddiy yordam ko'rsatildi. O'sh oblasti administratsiyasidan da bizning apparatning atынан har birini şol jaranlarimizga 10 ming so'mdan yordam berib atamiz. Rayondық mamlakatlik administratsiya, ayыл өкмөт tarafından da yardım oldu. Tek negizgisi şol oblastın bütün aktivi her bir rayonlarda buna bir gündük emgek akılarındağı şol açılgan şotku da birisi kotor beremiz atat şol. Fojiada halok bo'lgan 38 fuqaroning 11tasi O'sh oblastining yashovchilari. Ularning 5 nafari kecha Bishkek shahrida dafn qilindi. Biri O'zgan rayonida dafn qilinsa, qolgan 5 nafari Olay rayonida dafn qilingan. Aviahalokatda jabrlanganlar uchun Favqulodda holatlar ministrligi ochgan maxsus hisob raqamiga 18 yanvar soat 16:00 ga nisbatan 4.657.724 so'm tushdi. Pullarni yig'ish davom etmoqda. Hisob yuqorida ko'rsatilgan. Xohlovchilar maxsus hisobga so'm, dollar, tenge, yevro, rubl, yuan va boshqa turdagi mablag'larni o'tkazsa bo'ladi. Favqulodda holatlar ministrligining moliya hisob boshqarmasining yetakchisi podpolkovnik Almaz Ergeshev to'plangan pul uchun javobgar. Yordam qilishni xohlagan fuqarolar ekrandagi hisoblarga pul o'tkazishsa bo'ladi. Bishkekdagi inson o'limi bilan tugagan aviahalokat sababli Batken shahridagi aeroportni jildirish masalasi qayta ko'rildi. Sababi shaharning markazida joylashgan havo maydoni yashovchilar uchun xavfli bo'lmoqda. Atrofi turar joylar bilan o'ralgan aeroport talabga javob bermaganligi bu vaqtgacha ham aytilgan edi. Shu sababli ko'chirish uchun yer ajratish ham qaralgan. Batkenliklarning aeroportni ko'chirish talabi haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bishkekda bo'lib o'tgan aviahalokat bois Batken shahrining aholisi xavfsiray boshladi. Chunki Batkendagi aeroport shaharning o'rtasida joylashgan bo'lib, uchish vaqtida shaharning qoq o'rtasidan o'tadi. Agar dacha suvda bo'lgan voqea Batkenda ham sodir bo'lsa, undan ham ko'proq yo'qotishlar bo'ladi, deydi shahar yashovchilari. Vaqtni olib, soatni samolyotning registratsiyasiga yetib kelganga yaxshi, biroq shaharning o'rtasida joylashib, shaharning üstünden uchib o'tadi samolyotchi. Ошондуктан өтө кооптуу бул. Биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот. Эгерде ушундай Бишкектегидей окуя Баткен шаарында дагы кайталана турган болсо, bizde ошол Бишкектегиден дагы көп жоготуулар болот. Batken shahridagi aeroport 1977-yildagi zilziladan keyin to'liq ta'mirlanib, 1980-yili foydalanishga topshirilgan. 6 gektarni tashkil qilgan aeroport Soyuz vaqtida aholi istiqomat qilgan hududdan olisda joylashib, talablarga javob bergan. Biroq shundan beri ko'p vaqt o'tib, shahar aholisi soni ko'payib, uni ko'chirish masalasi qo'yilgani bois aeroportning atrofidagi yerlar elga bo'linib berilgan. Hozirda aeroportni jildirish uchun shahardan tashqari hududdan yer ko'rsatilgan. Batken şaharının aeroportu
сыртқа шығарылу мәселесі бар, көтерілген. Бүгінгі күндегі жаңы ген планның içinde шаһардың sırtına çıqadi. Bungacha 2013-yili shahardan uzoq bo'lmagan yangi yer hududidan 5 gektar yer ko'rsatilgan. Biroq mazkur yerning sharoitlarini o'rganish vaqtida talabga javob bermasligi aniqlangan. Chunki yangi yer hududida chegaraga yaqin bo'lgani uchun samolyot ko'tarilgan vaqtda O'zbekiston tomonga o'tib ketishi mumkin. Hozirda aeroport bosh rejada yo'q, chunki u xavfli hududda bo'lganligi bois shahardan tashqarida joylashishi kerak. Shu bois uni jildirish uchun aholi istiqomat qilgan joydan olis yer qaralgan. Samolyot ko'tarilganda O'zbekistonga kirib ketadigan degan masala qo'yib o'tadilar. O'shaning uchun mana bizning Qarabog' ali hukumatidagi mana Lesxozimizning batış chog'idagi Ko'taramazar deb qo'yamiz. Ko'taramazarning batış chog'i mana Lesxozning asti Bujunning chiqish chog'idagi jalanglarga отдельно kelib vibr qilamiz degan o'shol o'ydan turadi. Asosan aeroportning atrofi 1 chaqirimdan 3,5 kilometrgacha bo'sh bo'lishi lozim. Hozirda tuzilgan komissiya ko'rsatilgan yerlarning sharoitini ko'rib, xulosa chiqargunga qadar foydalanilayotgan aeroport ishlab turadi. Ta'kidlab o'tsak, bungacha Batken aeroportida samolyot halokati sodir bo'lmagan. Aviahalokatda jabrlanganlarga O'sh shahridan gumanitar yordam berildi. Yordam yig'ish favqulodda holatlar ministrligining O'sh shahar boshqarmasida uyushtirildi. Unda kiyim-kechaklar, oziq-ovqatlar, to'shaklar va 78 ming so'm pul to'plangan. Ularni Chuy oblastigacha shahar meriyasi xodimlari yetkazib borishadi. Ta'kidlab o'tsak, gumanitar yordam yig'ish bundan keyin ham davom ettiriladi. Imkoniyati borlar Shakirov ko'chasida joylashgan shahar qutqaruv xizmatiga murojaat qilishsa bo'ladi. Bizning O'sh shahardық boshqarmalıqdan ушундай 6 адам комиссия түзүлгөн. O'sha komissiyаны алышып, o'sha sizlerдің берген şu гуманитардық жардамыңыздарды ошол жерде жапа чеккен үй бүлөлөргө толугу менен жеткизишке аракет кылабыз. Navqatda olma eksport qilinmay tadbirkorlarga muammo yaratdi. Masalan, Oltin meva logistik markazi o'tgan yili 300 tonna olmani Qozog'iston, Rossiya davlatlariga sotuvga chiqarsa, bu yil atiga 60 tonna olma sotilgan. Qolganlari vaqt o'tgan sari chirib, sotishga yaroqsiz bo'lmoqda. Bog'bonlar chiqasaga uchramaslik uchun Qirg'izistonning o'zida sotishga harakat qilishmoqda. Iqtisod ministrligining vakillari esa 2016-yilning sentyabr oyida bir necha davlatlar bilan hamkorlik qilinganini aytishdi. Bu bilan olma eksporti jonlanishiga umid bor. Mavzuni batafsil muxbirimiz bayon qiladi. 400 tonna meva saqlangan mazkur logistika markazi olmalarni qo'shni davlatlarga eksportlash uchun tayyor. Buning uchun 20 odam ishga jalb etilib, sotuvga yaroqli bo'lganlarni yashiklarga 2 kundan buyon joylashtirishmoqda. Logistika markazida bu yilning hisobidan 2-marta olma eksportga yuborilgan. Shuningdek, 100 tonna olma tashqariga sotiladi. Sortdagi anan bularda olmalarda kачественный yaxshi sartarovka qilingan olmalar Rossiyalarga chiqib ketyapti hozir. Bu mashinalarda hozir 27-25 tonnada olma ketadi. Biroq ortib qolib saqlanayotgan olmalar bir chetdan chiriy boshladi. Birinchidan mevaning bu turi 5 oygacha saqlansa, ikkinchidan o'tgan yilga solishtirganda ulgurji boshqa mamlakatlarga eksportlash arzonlagan. Masalan, mazkur markaz o'tgan yili shu oygacha 300 tonna olmani sotib tugatgan edi. Biroq hozir Qozog'iston, Rossiyaga aparıp satış qiyin bo'ldi. Sebebi Qozog'istonda o'zini dag'i olmalar jetilib qoldi. Anan tamojenniy soyuzdan sirtqari mamlakatlar, Moldaviyani, Polshani olmalari dag'ila boshqa o'lkalar orqali o'sha Qozog'iston va Rossiyaning bozoriga kelyapti. Bunga qo'shimcha olma narxi ham yildan yilga arzonlamoqda. O'tgan yillari kilogrammi 45 so'mni tashkil qilsa, bu yil 30 so'mdan baholanmoqda. Bunday ahvol bog'bon tadbirkorlarni keskin chiqimlarga uchratishi mumkin. Chunki olmani uyda saqlagan bog'bonlar Qirg'izistonning o'zida sotib tugatishga qaror qildi. Podvalda saqlaymiz, жылулықты нормально келіп тұрамыз, болса тоңқаса болып, анан көбінше Ошқа, мынауы қайдарған жақтарға қардарлар келеді өзін, ошыларға өткізіп береміз.
Umumiy Navqat rayoni bo'yicha 2015-yili 12 ming tonna olma sotilib, 2016-yili undan ham arzonlab 11 ming tonnaga yetgan. Yildan yilga eksport pasayishini hal qilish maqsadida o'tgan yili olma festivali uyushtirildi. Festivalda Qozog'iston, Rossiya hamda Tojikistondan vakillar chaqirilib, olmani sotuvga chiqarish bo'yicha kelishuvlarga qo'l qo'yilgan edi. Hozir ham jiyintiq bilan da bo'ladi. Hozir polni yeterlikda da almachi bor da saqtalgan emelerdi bayaqında saqtovchi joylarda saqtalib turadi. Hem keyin mart, aprel, maydan уже dagı ağaç endi может go'yo o'sha emen bo'ladi. Aqran. Ta'kidlab o'tsak, O'sh oblasti bo'yicha boshqa mamlakatlarga birgina Navqat rayonidan olma sotuvga chiqadi. Navqatliklar 20 yildan beri olma o'stirish orqali daromad olishadi. Agarda holat shunday davom etib, eksport ko'lami pastlayversa, bog'bonchilik qiluvchilar soni qisqarishi ehtimoli bor. Rahimjon Alijonov, Azam Buzrikov, Intimaq. Qorasuv rayoni bo'yicha elektr energiyasiga aholini qarzi 67 million so'mga yetdi. Uning ichida eng ko'pi 50 ming so'mgacha qarzdor. Bugun qarzi borlarga O'sh elektr Qorasuv rayoni elektr tarmoqlari ishxonasining xodimlari bilan birgalikda tushuntirish ishlarini olib borishdi. Unda qarzi ko'p abonentlarning elektr o'tkazuvchi simlari kesildi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. 22 ming so'm qarz bor. Elektr energiyasidan yirik miqdordagi qarzi borlarning ro'yxati boshida Savay qishloq hukumatiga qarashli Qurbonqora qishloq kengashi deputati Mahamajon Satbaldiyev ham bor. U 5 yildan buyon elektr yorug'ini qo'llangani uchun haq to'lamay qarzi 22 ming so'mga yetgan. Buni yoqda yetishmaydi o'zida. Demak, turmushim nachar. Bugun rayon elektr tarmoqlari ishxonasining xodimlari mazkur abonentga elektr tokini berishni to'xtatishdi. Maxsus o'tkazish simlari qirqilib, qarzni to'lashni talab qilishdi. Biroq bu kabi choralar bungacha ham qo'llangan ekan. Kelib, stalbadan o'chirib ketamiz, to'laganligi turali. O'shoda qarabasdan biz o'chirsak-da qayradan ula olib ketadi. Ko'pincha yashash sharoiti yaxshi bo'lgan oilalar yirik miqdordagi qarz bo'lishlari hech kimga sir emas. Ularning biri Qizil Sharq qishlog'ining yashovchisi. Iste'molchi 35 ming so'mlik elektr yorug'ligidan foydalanib, noto'g'ri hisoblangan degan shubha bilan huquqni himoya qilish organlariga murojaat qilgan. Rayon sudi ishni tekshirib chiqib, qarzni to'lash qarorini chiqargan, biroq hali hanuz to'lashdan bosh tortmoqda. Men qayerdan to'layman? Sizga biroq sotunda chechib Chechim hammasini bor. 4 ta bolam bag'at, men hammasi. Elektr energiyasidan qarzi ko'plar mingga yaqin. Ulardan pul undirish uchun borgan vaqtda eshiklarini qulflab hovliga kirishni taqiqlashadi. O'tgan yildan buyon qarzni yig'ishning boshqa usuli qo'llanila boshladi. Aniqroq aytganda, aqlli hisoblagichlar o'rnatilib, ularni qarz yig'ishda qulayligini ko'rsatdi. Bulardan natijasi biz uchun o'ta cho'ng yegiliklarni olib keldi. Debitorning qarzdorligida bir qilaga azaydi. Abonentlarning to'lashi qiladan yaxshirdi. O'sh elektr ishxonasi 1 yil ichida 3065 abonentga aqlli hisoblagich o'rnatib, qarzlarning miqdorini ancha ozaytirgan. Uning o'zgachaligi elektr energiyasini tejab, o'z vaqtida maxsus markazga ma'lumot yetib turadi. Qarzi ko'paygan vaqtda elektr toki avtomatik tarzda o'chiriladi. Bunda yashirin tokdan foydalanishning ham iloji yo'q. Ishtagan mexanizmini hech qanday qo'l sala olmaydi. Agarda bir qanday manipulyatsiya qila turgan bo'lsa, shu aqlli elektr hisoblagich bu avtomatik turda bizning bazada, bizning kompyuterda, sentrda bilinadi. Rejaga ko'ra 1 yil ichida O'sh viloyati bo'yicha jami 716 aqlli hisoblagichlar o'rnatilgan. Endi Amerikadan yana 20 ming dona kelishi kutilmoqda. Dastlabki bosqichda qarzi ko'p abonentlarga o'rnatilsa, shundan so'ng har bir uyga o'rnatilishi rejalanmoqda. Tijoriy yo'nalishdagi ishxonalar esa sotib olishlari lozim. Umida Mirzabayeva, Begim Asanova, Azam Buzrikov, Intimaq. Suzoqning Qizilko'l qishlog'idagi yo'l xavfli holatda, burilishlarga yo'l belgilari qo'yilmay, yo'lning sohiliga o'rnatilgan to'siqlar ag'darilib ketgan. Bu ko'rinish yuqori tezlikda ketayotgan haydovchi uchun xavfli bo'lib, sababi to'g'ri yo'lda ketayotgan tor yo'lga buriladi. Bu yerda bir necha marta inson o'limiga sabab bo'lgan fojialar yuz bergan. Qizko'l qishlog'idagi bu ko'l ko'p yillardan beri bor. Biroq buning chetida o'tish xavfli ekani haqida birorta ham yo'l belgisi uchramaydi. Shuning uchun bu yerda 2-3 yil avval avtomashina qulab ketib, 2 odam vafot etgan. Undan beri hayvonlarning ham tushib ketgan holatlar ham uchradi. Tegirgin to'sib qo'ysa, hozir qarajig'achlar o'sib turadi o'zi. Qarajig'achlardan beriga qo'yib to'sib tashlasa, eng yaxshi bo'lmoq.
Biz мына үйреніп қалдық. Ақтоқтықтар білет, Қарамарт білет. Башқа жақтан келген адам болса, байқабай түсіп кетші мүмкін. Түсіп кеткен ұшылар болып жүреді, көріп жүребіз. Бардығы ушу неме айылдығы болған үшін бардығын көніп қалғанбыз. Бұл немеге жан келгендерге біле албайбыз аны. Жоқ, бұл илгертен болған емес, эми болгон. Айдоочулар үчүн бир кооптуу. Mahalliy aholi yo'lga ko'nikib qolgan. Shunday bo'lsa ham tashqaridan kelgan yo'lovchilarga yo'lning xavfsizligi tanish emasligi bois o'tishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xalq yo'lga maxsus to'siqlar qo'yib, xavfli burilishning ikki boshlanishiga belgilar qo'yib berishini so'ranishmoqda. Stressni kelsa botpaydi da. O'ta qooптуу. Analarında bir bariyerde bir beton koyup koygan al düşüp dele ketdi. Al жерден машина кагышып, машина ошол жакка кулап түшүп кеткен да случай болду бир-эки. Жолду караган организация ошо негизи ошону көңүл бөлүп туруп ошо жерде оңдоп койсо аябай жакшы болот. Biroq tegishli xizmatlar tomonidan hech qanday harakat ko'rilmayapti. Bu haqda qishloq hukumatiga murojaat qilganimizda, u yo'ldan ko'pdan buyon o'tmaganini, yo'lning cheti beton bilan to'silib, maxsus belgilar o'rnatilgan deb ma'lumot berdi. Ал боюнча билебиз, бул деп 52-нин балансында турат бул жол. Жанагы тосмор коюлган, знактар белгиленген. Азыр жол каттамы жакшы болуп турат. Бетондор ушу ордуна келтирип, акталып, сырдалып, жол белгилери коюлуп ал жерге. Бүгүн эртең кайра ордуна келтиргенге аракет кылабыз. Mazkur yo'l 52-son yo'l xizmat ko'rsatish ishxonasiga qaraydi. Tegishli xizmat mutaxassislarining aytishiga ko'ra, so'z bo'layotgan yerga yil sayin maxsus belgilar qo'yilib, to'siqlar o'rnatiladi. Bugungi kundagi ahvol 2 kunning ichida ta'mirlanishiga xizmat ko'rsatish xodimlari va'da berishdi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Nigeriyaning janubiy sharq tomonidagi qochqinlar lageri portlatildi. Ma'lum bo'lishicha, lagerga hukumat armiyasining harbiy samolyotlari yanglishib portlatishgan. Voqeada 50 kishi halok bo'lib, 100 dan ortiq kishi jarohatlandi. Qurbon bo'lganlar orasida xalqaro gumanitar tashkilotning xodimlari va Qizil Xoch jamiyatining vakillari bo'lgan. Hozirda portlatishda halok bo'lganlarning soni yana ham ortishi mumkinligi aytilmoqda. Voqea Boko Haram terroristik tashkiloti bilan hukumat kuchlari olishayotgan Kamerun chegarasiga yaqin hududda sodir bo'lgan. Harbiy samolyotlar komandiri lager terrorchilarga tegishli deb ularga nisbatan hujum qilgan. Hozirda bu bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Argentinada bir necha hafta davom etgan shiddatli yog'ingarchilik sababli Buenos Airesni suv qopladi. Tabiiy ofat sababli bir kishi halok bo'lgan. Suv toshqini poytaxtning shimoliy tomonidagi provinsiyalarga zarar keltirib, millionlagan gektar ekin dalalari suv ostida qoldi. Argentinadagi suv toshqini oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumdi. 100 dan ortiq turar joylar vayron bo'ldi. Tabiiy ofat Buenos Airesda ro'yxatga olindi. O'lka boshlig'i halokatdan jabrlangan hududlarga favqulodda holat e'lon qildi. Учурда өзгөчө кырдаалдар комитети, өлкө армиясы жана полиция кызматы баары биргеликте иш алып барышууда. Климаттын өзгөрүүсү баарыбызга көйгөй жаратты. Kuchli yomg'ir o'lka hududida bir necha kundan beri davom etyapti. Tabiiy halokatdan ko'pincha Buenos Airesning g'arbiy tomoni, Santa Fe provinsiyasi jabrlangan. La Emilia shahrida esa uylarni butunlay suv qoplab ketgan. Bu yerda suv hajmi 2 metrga qadar ko'tarilgan. Биз мында баарыбыз салык төлөйбүз. Бийлик ал үчүн жооп бериш керек эле. Эми карагылачы, коопсуз делген жайлар эмне болуп жатат? Bu safargi suv toshqini qishloq xo'jalik tarmog'iga katta ziyon tekkizdi. Unda $800 million summadagi chiqim bo'lgani aniqlandi. Ta'kidlab o'tsak, Argentina boshqa davlatlarga moy va un eksport qiladi. Endilikda millionlagan gektar ekin maydonlari butunlay suv ostida qoldi. Nepaldagi tarixiy imoratlarning biri Katmandudagi Changunarayan ibodatxonasi 2015-yili kuchli yer silkinishi tufayli vayron bo'lgan edi. U yerga xorijdan sayyohlar ham kelib turadi. Bundan tashqari, mahalliy yashovchilarning ibodatxonaga borib sig'inishi odatga aylangan. Tabiiy ofat sababli nurab qolgan binoni bugungi kunda britaniyalik arxitektor qayta tiklamoqchi. Changunarayan ibodatxonasi Nepaldagi eng qadimiy tarixiy yodgorliklarning biri. Kompleks Katmandudada joylashgan. Bu yerga bir necha asrdan beri yashovchilar sig'inish uchun kelishadi. Ushbu ko'rinish urfga aylangan. Ammo 2015-yili yuz bergan zilziladan ibodatxonaning aksariyat qismi qulab tushgan. Hozirda tarixiy imoratni tuzatish uchun britaniyalik arxitektor John Sunday ishga tushdi. Бул имарат ЮНЕСКОнун мурастарына кирген тарыхый баалуулуктардын бири, билишимче эң байыркы эстелик.
Zilzila paytida yashovchilarning ko'pchiligi ibodatxonaning oldiga kelishgan edi. Ayni damda buzilgan ibodatxonani tuzatish ishlari boshlangandan mahalliy yashovchilar quvonishmoqda. Buzulgan жайды кайра калыбына келтиришсе абдан жакшы да. Баарыбыз кубанабыз. Britaniyalik arxitektor Nepaldagi yer silkinishdan vayron bo'lgan 600 obyekt orasidan aynan shuni tanlab olgan. Bunga mahalliylardan ibodatxonaga kelib sig'inishlari va ishonishlari sabab bo'lgan. U shunchaki mahalliy yashovchilarga yordam berishni istadim deya ta'kidladi. Arxitektorning aytishicha, tuzatish ishlari ko'pga davom etmaydi. Barcha ishi sifatli va mustahkam bo'ladi deya va'da berdi. Ibodatxonani qayta tiklash uchun $300,000 dan 30,000 Germaniya hukumati yordam sifatida bergan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.